Amakimning xotini juda jozibali edi. Birinchi kuni u erining uyiga ketayotganida menga qarab yengil jilmaydi. Go'yo u menga o'zgacha joziba bag'ishlagandek tuyuldi. Bir kuni tushdan keyin uyda hech kim yo'q edi. Amakim tashqarida edi. To'satdan xola menga qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqni qabul qilib tezda uyga bordim va uni yolg'iz o'tirib, jimgina nimadir haqida o'ylayotganini ko'rdim. U juda chiroyli kiyingan edi. Bir kuni xola, amakingiz juda band. U menga avvalgidek vaqt bera olmaydi. Men ko'p narsani kutgan edim, lekin hali to'liq qabul qilmadim. Bugun siz menga ishimda yordam berasiz dedi. Men hayron bo'lib, "Xola, men hali yoshman. Atigi 18 yoshdaman" dedim. Xola jilmayib, "Xavotir olmang. Ozgina e'tibor bersangiz, hamma narsa osonlashadi" dedi. Unda xola, "Do'stlar, tayyorlaning. Bugungi hikoya juda o'zgacha. Shuning uchun uni o'tkazib yubormang va iltimos, agar sizga hikoyalar yoqsa, videoga like bosing, ulashing va kanalga obuna bo'ling, iltimos." Bu hikoyada men yosh bola rolini o'ynayapman. Xolam juda go'zal edi. U juda odobli edi. Nima uchun u turmush qurgandan keyin menga ko'proq e'tibor berib kelganini bilmayman. Bu meni hayratda qoldirdi. Onam ketganidan beri hayotim yolg'izlikka aylangan edi. Otam oilamizni tark etganida men juda yosh edim. O'shandan beri onam meni yolg'iz tarbiyalash mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Bir necha oy oldin onam bizni tashlab ketdi. Bu men uchun katta zarba bo'ldi. O'shanda xolam biz bilan yashar edi. U jim bo'lib qolgan edi. Doim onamning xotiralariga berilib ketgan edi va men o'shanda yangi voqelikni tushunish uchun juda yosh edim. Lekin men o'zimni tuta olardim. Xolam juda hissiy odam edi. Endi u deyarli kechasi uyga mast holda kelardi va ovqat yemasdan uxlab qolardi. Men shunchaki jimgina uni ziyorat qilardim. Bir kuni onamning do'stlaridan biri uyimizga keldi. U ham onamning ketganidagi xabarni eshitgan edi. Shuning uchun u biz bilan 3-4 kun qoldi. U amakingning xatti-harakatlarini payqab, "Hozir turmushga chiqishingiz kerak. Agar uyda qiz bo'lsa, u siz va jiyaningiz bilan yaxshi munosabatda bo'la oladi. Ikkalangiz bir-biringizdan uzoqlashayotganingizni ko'ryapman" dedi. U yana "Ayol uyni chiroyli qila oladi" dedi. Amaki xolaning so'zlariga qo'shildi. Keyin xola akasiga mos qiz qidira boshladi. Xola ularning uyiga borgan kuni, o'sha kuni kechqurun amaki uyga mast holda qaytdi. Uning yonida bir qiz bor edi. U amakining qo'lidan ushlab, uni uyiga olib bordi va keyin uni uyda qoldirdi. Ertalabong'il o'sha qiz uyimizning eshigini chaldi va amaki haqida so'radi. Keyin u oshxonaga borib, bizga nonushta tayyorla boshladi. Nonushtadan keyin kollejga jo'nadim, lekin amakim hali ham uxlayotgan edi. Uni uyg'otishga jur'at eta olmadim. Tushdan keyin uyga qaytganimda amakim uyda yo'qligini ko'rdim. Birozdan keyin tetiklashib mehmonxonaga bordim va eshik qo'ng'irog'i chalinayotganini ko'rdim. Eshikni ochishim bilan amakim o'sha qizga uylanib, uyga qaytganini ko'rdim. Ularning bo'yinlariga to'y gulchambarlari taqilgan edi. Men ularga hayrat bilan qaradim. Shunda amakim tabassum bilan, "Kenal, nima qilyapsan? Nega menga bunchalik hayron bo'lib qarayapsan? Bu sening Tanya xolangsin. Ichkaridan arteli qapchasini olib kel" dedi. Amakimning to'yini ko'rib xursand bo'ldim, lekin amakimning sevgi nikohini qilganini o'ylab hayron qoldim. Agar ko'proq bilishni istamasam, tezda arteli qapchasini olib kelib, ularni xonaga kirishga ruxsat berdim. Yangi xola juda chiroyli edi. Uni ko'rib hayron qoldim. Yangi xola uyga kelganidan beri u uyning barcha mas'uliyatini o'z qo'liga oldi. O'sha kecha amakim va xolam o'z xonalariga ketishdi va men bir shisha suv bilan xonamga qarab yura boshladim. Xonaga qarab ketayotganimda ko'zlarim to'satdan amakimning xonasiga tushdi. Ko'zlarim xolamning ko'zlari bilan to'qnashdi. Xolam yengil jilmayib, ko'zlari bilan nimadirni tushuntirishga urindi va keyin eshikni yopdi. Birinchi u menga o'sha paytda oddiy muammo deb o'ylaganimdek qaradi, lekin keyinchalik men uning e'tibori yosh jiyanimda bo'lganini angladim. Ertalabongul amakim uydan chiqdi. Uning yuzida boshqacha xaxtli tabassum bor edi. Onam ketganidan beri uni bunchalik xaxtli ko'rmagan edim. Amakim o'ynangani yaxshi bo'ldi. Xolaning kelishi uning hayotiga biroz quvonch olib keldi. Xola uyiga hayot qaytardi. Xola ish yuzilarini juda yaxshi bajardi. Men amakim va xolaning sevgi hikoyasini bilishga juda qiziqar edim. Lekin bu haqda amakim bilan gaplashishga ulgurmadim.
Amakim ertalab nonushtadan keyin ishga ketardi va kechqurun qaytganidan keyingina xola bilan vaqt o'tkazardi. Bu odatiy edi, chunki ular yangi turmush qurgan edilar. Amakim kechqurun tetiklashib, xolani bir joyga olib borardi. Ko'p hollarda ular tashqaridan kechki ovqatga kelishardi va menga ovqat olib kelishardi. Amakim va xolamning to'yining 20 kuni shunday o'tdi. Bir kuni men kollejdan biroz erta uyga qaytdim. Uyga kelgach, xolamning xonasiga bordim. Xolam chiroyli kiyinib o'tirganini ko'rdim. Uning yaltiroq sariye va bo'yanishi boshqacha edi. Xolamdan "Qayerga borasiz?" deb so'radim. U jilmayib, "Yo'q, men shunday yashashni yoqtiraman. Shuning uchun o'zim bo'yanish qildim" dedi. Xolaning so'ziga ko'ra, men "Xola, sizga bir savol bermoqchiman. Bu savol turmush qurganimdan beri hayolimda edi. Shu savolga javob berib, menga biroz yengillik bering" dedim. Keyin xola meningga kelib, qo'lini yelkamga qo'yib, meni karavatga o'tirg'izdi. Xola jilmayib, "Ayting, savolingiz nima?" dedi. Men xolamga, "Men sizning sevgi hikoyangizni bilishga juda qiziqaman. Xola bilan birinchi marta qanday tanishganingizni bilmoqchiman. Uka, siz hech qachon biron bir qiz bilan yolg'iz gaplashmagansiz. Xo'sh, u qanday qilib sevgi nikohiga kirdi?" dedim. Mening so'zlarimni eshitib, xola avval kulib yubordi, keyin "Sen yoshingga nisbatan juda soddasan, lekin xavotir olmang. Endi men bu uyga kelganimdan keyin seni biroz aqlliroq qilaman" dedi. Xolam savolimga javob bera boshladi. "Amakingiz bilan birinchi marta avtobus bekatida mutasab qilganmiz. O'sha paytda amakingiz juda xavotirli ko'rinardi. Men biroz ochiq ko'ngil odam bo'lganim uchun uni bilan o'zim gaplashishga harakat qildim. O'shandan beri biz o'sha avtobus bekatida tez-tez uchrashib turar edik va u meni u yerda deyarli mast holda kutib olardi. Uni har safar ko'rganimda uni avtobusga to'g'ri tushirib qo'yardim. Suhbatimiz shunday rivojlana boshladi. Bir kuni uni uyga tushirib qo'ydim va o'sha kuni bir-birimizga his-tuyg'ularimiz haqida gaplashib berdik. Amakingiz o'sha paytda juda hayratda edi. U darhol menga turmush qurishni taklif qildi. Bizning oilamizda unday odam yo'q edi. Shuning uchun men ham amakingizning taklifini qabul qildim. Shunday qilib biz turmush qurdik. Onam menga ishondirdi. "Xavotir olmang, amakingiz hech qachon mast holda uyga qaytib kelmaydi. Ularning sevgi hikoyasi juda qiziqar edi. Amakinga amakingning xatti-harakati va shaxsiyati juda yoqdi. Shuning uchun biz turmush qurdik." Rostini aytsam, onam uyga kelganidan beri amakim hech qachon mast holda uyga qaytib kelganini ko'rmadim. Bir necha kun ichida onam uyning butun muhitini o'zgartirdi. Ammo endi onam turmush qurgandan keyin amakidan chindan ham mamnunmi yoki yo'qmi deb o'ylashga boshladim. Chunki onamning xatti-harakatlari asta-sekin o'zgara boshladi. Bir kuni suhbat jarayonida onam "Amakingiz meni avlar ko'zlaridagi chaqnash tufayli yoqtirgan edi, lekin men uni bunchalik oddiy bo'lishini o'ylamagandim. Asta-sekin men uning turmush tarzini o'zgartiryapman, lekin uning tabiati qachon o'zgarishini ayta olmayman" dedi. Onamning bu so'zlari meni biroz xavotirga soldi, chunki bu ularning shaxsiy ishi edi. Ertalab o'ng'il uyga biroz erta qaytdim va amakingning do'stlaridan biri uydan chiqib ketayotganini ko'rdim. U ketganidan keyin men xolamning xonasiga bordim. Bugun xolam kechagidek ajoyib kiyingan edi. U ajoyib ko'rinardi. Men xolamdan, "Oycha, nega amakingning do'sti uyingizga keldi va nega bunchalik chiroyli kiyingansiz? Biror joyga ketayapsizmi?" deb so'radim. Xola jilmayib, "Amakingiz uni uyiga qog'oz olib kelish uchun yubordi va kecha ham nega bunchalik kiyinganimni aytdim." Xolaning gapiga ishonib, keyin xonamga kirdim. Birozdan keyin xolam xonamga kirdi. O'sha paytda qalchalarimni almashtirayotgan edim. Shuning uchun uni ko'rib biroz uyaldim. Lekin xolam menga qarab turdi. U jilmayib, "Nimadan uyalasan? Men sening xolangsan" dedi. Keyin u yaqinlashib, ko'ylagimning yoqasini to'g'irla boshladi. U mendan "Qiz do'sting yo'qmi?" deb so'radi. Men bosh chayqab, rad javobini berdim. Keyin mami jilmayib, "To'g'ri, senga o'xshab oddiy yigitning qiz do'sti qanday bo'ladi? Sening turmush tarzing shunchalik oddiyki, hech bir qiz senga qaramaydi ham" dedi.